Yaqinda bo'ldi bu voqea, shu kunlarda bo'ldi. Shuni qo'rqib turibdim işte. Ish qilib birov gapirib qo'ymasin-da, shu oshni o'tib olsin tezroq. Boshqacha birov bilib qolmasin. Nimaga falonchilardan eshitib qolmasin deb turar ekanda. O'sha odam to'y qilibdi. Endi deydi, haligi gruppadagilarda hammasi bilar ekan u odamning to'yini qachonligini oshini. Lekin bu kattaroq san'atkor ekanda endi, ya'ni mashhurroq odam ekan. Endi xafa bo'lishni boshladim deydi. Keyin surishtirsam, haligi odam aynan bizni to'yga aytgan ekan haligilar orqali. Taniqli odam aytyapti, san'atkor odam, nomini aytmayman. Shu darajada ichqoralik qilgan, buni gapirish bemalol mumkin. Yaqinda bo'ldi bu voqea, shu kunlarda bo'ldi. Bir inson to'y qilibdi. Menga aytib beryapti, bir inson aytib beryapti. Aka qarang dedi, shunaqa odamlar bor. Xo'sh. Biz bir gruppamiz bor. Bizning ham gruppamiz bor, xuddi shunga o'xshagan gruppamiz bor deydi. Shu gruppada o'tiramiz, shu gruppamizdagi bir a'zosiga o'xshagan odam bor deb bir taniqli odam aytyapti, san'atkor odam, nomini aytmayman. O'sha odam to'y qilibdi. Men safarda edim deydi. Men baribir bora olmasdim to'yga. Lekin menga to'yona bergan, men ham to'yona berishim kerak unga. Men endi eshitmay qolganman. Men telegramlarim o'zgarib ketgan. Bu odam endi bilmasligi, topa olmasligi, to'ychilik, to'y qilganda odam hayoli har xil chiqadi. Ayniqsa bizning to'ylarimizda. Endi deydi, haligi gruppadagilarda hammasi bilar ekan u odamning to'yini qachonligini oshini. Oshiga boribdi ham. U gruppada necha marta o'tirdik, gaplashdik, har kim haqida ketadi, o'sha san'atkor haqida ham ketadi, boshqa haqida ham ketadi. Biror marta gapirib qo'yishmabdiki, ertaga yo falonchi kuni falonchi akani to'yi oshi bora, o'rtoqlar xabaringlar bormi deb qo'ymabdi. Va biz eshitmay qolibmiz bu narsani. Va to'yga borib kelganidan keyin o'sha olingan syomkalarni qo'yyapti ekan. To'yga bordik deb. Endi biz kim bo'ldik biz u yerda? Hali inson bilan biz yaqinligimiz bor. Endi xafa bo'lishni boshladim deydi. Keyin surishtirsam, haligi odam aynan bizni to'yga aytgan ekan haligilar orqali. Gruppadagi akalarimiz ham, palonchi akalarni ham aytib qo'ying degan ekan to'yga. Ular aytmagan. Biz tushunmay qolibmiz, bizga aniq aytilmaganligi uchun deb aytmabdi. Vaholanki qayoqdagi arzimagan narsalarni ham gruppada gapirib o'tirasan-ku. Sen shu narsani bir og'iz gapirib qo'yishing kerak edi. Nimaga qilmading? Shu savol tug'iladi. Agar o'sha odam oddiyroq odam bo'lganda balki aytishi mumkin edi. Lekin bu kattaroq san'atkor ekanda endi, ya'ni mashhurroq odam ekan. O'sha odam bo'lganligi uchun go'yo sen emas, men borishim kerak u to'yga. U oshga sen bora olmay qolishing kerak. Keyin aytib qo'yaveraman. Sen unda ko'rinmasliging kerak. Ya'ni o'shanda ham bir yutuqqa erishadi deb o'ylayapti. Vaholanki u haligi odam aytayapti, men umuman u insondan boyman deydi. U insondan u mashhur bo'lganimdan undan ko'ra men yaxshiroqman deydi sastayam. U qiziq emas to'y. Faqatgina biz o'sha o'rtadagi qadrdonlik. Qadrdonligimiz bor. U bechara birovdan ayttirib yuborgan, aytmagan chog'ida ham bu yoqdagi odamlar, falonchilarni ham aytib qo'yaylik, gruppada bor-ku, eshitmay qolgandir. Kam kiradi gruppaga, bilmay qolgandir desa bo'lardi-ku. Shuni qo'rqib turibdim işte. Ish qilib birov gapirib qo'ymasin-da, shu oshni o'tib olsin tezroq. Boshqacha birov bilib qolmasin. Nimaga falonchilardan eshitib qolmasin deb turar ekanda. Mana ichqoralik bor ekan. Bu darajada endi bu juda ham pastkashlik. Masalan, falon joyda $1 million berayotgan ekan desa, shuni eshitmay qolmasin, men olay desa tushunishingiz mumkin. Ha, o'zim boy berib millioner bo'lay debdi-da, tushunasiz-da. Bunda nima bor? Mana shu holatda nimani yutadi u? Undan nima holat bor? Faqatgina izza bo'lish bor. Haligi odam to'y egasi izza bo'ladi haligi odam oldida. To'yga aytmagan odam bo'lib qoldi-da. Endi haqiqat ochiladi, ochilgani bilan haqiqat ochilgani bilan baribir ozgina dilxiralik bo'ladi. Endi haliginday soxta odamlarga bu ta'sir qilmas. Bular ko'nikib ketgandir bu narsaga. Lekin deydi haligi odam xafa bo'ldi. Men juda hurmat qilardim. Haligi san'atkor bo'lgani bilan deydi, san'atkor deydi, bir taqvoli, Xudodan qo'rqadigan, xudojo odam edi deydi. Juda yaxshi ko'rardim o'sha odamni. Men juda xafa bo'lib qoldim. Chunki men bora olmasdim baribir. Safarda edim deydi, lekin birovdan to'yona berib yuborardim, tabriklab qo'yardim. O'sha narsani aytishmabdi haligilar. Shu darajada ichqoralik qilgan. Buni gapirish bemalol mumkin edi. Falonchi aka, oshga esingizda bormi deb qo'yish kerak edi. Bilardi-ku, indamay borib kelib olaylik degan narsa bo'libdi. Shu darajada pastkashlik bo'libdi, qarang deb hayron bo'ladi. Endi bu dunyo maishiy hayotdagi juda arzimagan bitta misollardan bittasi. Lekin baribir bu narsa holatning afsuski har xil ko'rinishlarda global nuqtai nazarda ham qarasangiz bo'ladi. Endi Zahirin aka do'stiga nima deydi? Birinchi o'rinda beg'araz do'st bo'lish kerak-da. Va do'stlik tushunchasi juda bir nozik tushuncha. Odam tafsini odam oladi. Ba'zan hech qanaqa manfaatsiz do'stga ehtiyoj sezasiz. Hech qanaqa manfaatsiz. Chunki inson shunday yaralgan, odam bor joyda odam bo'lishi kerak. Shunday bo'ladi. Shuning uchun avvalo Alloh eng yaqin do'st. Allohdan o'zga insonga do'st yo'q.
Haqiqiy do'st yo'q. Har bir do'stni albatta bir o'zini bir shaxsiy qanaqadir bir ta'masi bo'ladi. Har bir do'stlikda bor bu narsa. Ayniqsa hozirgi do'stlarni bir to'laqonli ta'magirlar desa ham bo'ladi. Bu butun dunyo bo'yicha, butun bir olam bo'yicha aytadigan bo'lsangiz, demak Alloh taolo yagona do'st.